Hamma narsa sizni ruhiy holatingizga bog'liq. Hattoki homilador vaqtingiz, homiladorlik vaqtingiz, homiladorlikdan keyingi jarayonlar barchasi sizni ruhiy holatingizga bog'liq. Ya'ni yengil, og'ir o'tishi bu sizni o'zingiz ruhiy holatingizga 100% bog'liq. Yaqinda men ikkinchi marotaba ona bo'ldim va o'zimda mana shu narsani solishtirishni boshladim. Birinchi tug'ruq vaqtimda har xil qo'rquvlar, o'ziga ishonmaslik, jabrdiydalik, birovlarni ayblash kuchli bo'lgan va mana shunga yarasha vaziyatlar, mana shunga yarasha insonlar, holatlar menga berilavergan. Homila vaqtidagi 9 oy ayniqsa muhim hisoblanadi. Chunki ajdod programmalari, irsiy programmalar, karmani, destruktiv dasturlari barchasi mana shu 9 oyda ko'tarilishni boshlaydi. Bolaga programma sifatida o'rnatiladi. Onani ichki holati juda ham muhim. Siz qanchalik qabul qila olishda bo'la olsangiz, minnatdorchilik, ichingizda xotirjamlik bo'lsa, mana shunga yarasha homiladorligingiz yengil o'tadi va tiklanishingiz ham juda ham oson kechadi.